Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 19-aprel 2025-yil yangi qurilgan binolarga keldim. 5 qavatlik bino ekan, yo'l bo'yiga joylashgan, pishig'ishdan qilingan. 4-qavatda 4 xonalik kvartiramiz sotuvga chiqdi. Xo'p, ancha-muncha narsalarimiz qolar ekan, 107 kvadrat bo'ladi. Hozir bitta podyezdni ko'ramiz. Birinchi shu kirish eshigimiz bo'ladi. Xo'p, podyezdimizda 3 ta xonadon mavjud ekan. Mana kattagina podyezdimiz. Xo'sh, mana shu eshikdan kirib kelamiz. Prixoshkamiz, kattagina keng koridori bor ekan. To'g'rimizda alohida bo'lgan sanuzel joylashgan. O'ng qo'lda prixojani mebel qilganlar ancha-muncha narsa ketar ekan. Elektr montajlar yevra qilingan ekan. Koridorimiz sanuzel, mana chap qo'ldagi ovqatlanish joyi va hamda oshxonamiz polda chopli pol bo'lgan ekan. Boshqa joylar hamma xonalarda radiator ketgan. Bu konturni o'rnatganlar. Xo'p, xonalarni ko'rishni boshlaymiz. O'ng qo'limizda birinchi katta zalimiz bo'ladi. Xo'p, xon taxtalar, yumshoq mebellar qolar ekan, mana konditsionerimiz ham bor ekan shu yerda. Ana shu derazamiz ko'chaga qaralgan. Ikar ko'chasi deydi. Mana bu yoqda ko'rinayotgan ko'chamiz Titova, hozirgi Rudaki ko'chasi bo'ladi. Xo'p, televizorlarni lekin olib ketayotganlar. Davom ettiramiz. Mana bu xonalar sanuzel bo'ladi. Birinchisi hojatxonamiz va yonidagisi yuvinish xonamiz bo'ladi. Xo'p. Kir yuvish mashinamiz ham bor ekan. Bu kir yuvish mashinasi qoladi, qolmasligini pastdagi izohlarga yozib qoldiraman. Yonidagi xonasi kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bitta shu xonamiz gluxoy bo'lar ekan. Ko'rinayotgan mebellarni afsuski olib ketayotganlar, bo'shatib berar ekanlar. Xo'p, va oshxona hamda bolalar yotoqxonasi qoldi. Xo'p, 3-xonamiz bo'ladi. Buni mehmonxona hamda ovqatlanish zonasi qilib ishlatayotgan ekanlar. Xo'p, televizor mana bu xolodilnikda olib ketaman dedilar. Xo'p, mana shu joyga oshxona joylashgan va mehmonxonadan bolalar yotoqxonasiga kiradigan joy bor ekan. Mebellarni olib ketayotganlar, derazasi bor. Devorga qaralgan ichkari tomonga. Mana bu shkaflar ham bor ekan, darslik uchun yaxshi sharoitlar qilganlar. Xo'p, oshxonani ko'ramiz. Oshxonamizda hamma sharoitlarimiz bor. Mana katyolamiz ham bor. Mana derazadan hozir devorni ko'rib o'tamiz. Mana to'g'rimizda 30 qavatlik brilliant seti qurilyapti. Xo'p, shu yerdagi mebel hamda hamma texnika qolar ekan. Mana bitishkamiz ham bor. Mana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. Samarqand shahar Rudaki ko'chasi, eski Titova deyiladi. Ana shu ko'chada 5 qavatlik yangi bino bor, pishirishdan qilingan ekan. 4-qavatda kvartira sotuvga chiqqan. 107 kvadrat ekan. Narxini 77 ming deyaptilar. Ancha-muncha narsa qolar ekan, shaxsiy buyumlarni olib ketadilar. Hamda ipoteka ham bo'lar ekan. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz.